3-cü para, ana shu payg'ambarlarning ba'zisidan ustun qildik. Allah ularning ba'zisi, ya'ni Musa alayhissalom bilan so'zlashdi va ba'zisining, ya'ni Muhammad alayhissalomning darajasini yuqori ko'tardi. Maryam o'g'li Isoga o'liklarni tirildirish, gachilarni, baras kesilni saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, ya'ni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Agar Allah xohlagan bo'lsaydi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zi iymon etdi, ba'zi kafir bo'ldi. Agar Allah xohlagan bo'lsaydi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Allah xohlaganini qiladi. Ey mo'minlar, savdo setiq, do'stlik va Allohning iznisiz shafaat bo'lmaydigan kuni, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llarga sarf qilinglar. Kufrani ne'mat qiluvchilar o'zlariga zulm qiluvchilardir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zamindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, keyindagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan Allah ularga bildirishni xohlagan narsalarni, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tağut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Allah mo'minlarning egisidir. Ularni kufrning zulmatidan iymonning yo'riqligiga chiqaradi. Kafirlarning egisi shaytondir. Ularni iymonning yo'riqligidan gumrohlikning qorong'uligiga chiqaradi. Ana shular ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Parvardigori to'g'risida Ibrohim bilan munozirlashgan Allohning ato qilgan podshohligi uni Ibrohim bilan munozirlashishga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rdingmi? Ayni zamonda Ibrohim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, "Mening Parvardigorim o'likni tirildiradi, tirikni o'ldiradi" dedi. U "Menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ldirayman" dedi. Namrud o'limga hukm qilingan 2 odamni chaqirtib kelib, birini o'ldirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundaq hamoqatligini ko'rib, Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qildigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin, dedi. Bundaq pakat oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Yoki sen tam ügüzleri yıkılıp vayron bo'lgan xaroba shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmadingmi? U ajablanib, Allah bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar, dedi. Allah uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoliy qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim, dedi. Allah aytdi, undaq emas, to'liq 100 yil turdim. Yemek içmekliğine qarag'inki,
buzulmagan eshikingga qarag'inki, uning so'ngaklari chirib ketgan, sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudurtimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qarag'inki, uni qanday qurashtiramiz, ondan uningga go'sh qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chog'da, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chog'da, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. O'z vaqtida Ibrohim, Parvardigorim, o'liklarni qanday tirildirganligini menga ko'rsatgin dedi. Allah o'liklarni tirildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. Ibrohim ishondim, lekin ko'nglim texmo qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Allah aytdi, qushdan 4ni olgan, ularni o'zanga to'plagan, ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarni aralashtirgan. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakni qo'ygan. Ondan ularni chaqirgan. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allahning yo'lida pul milni sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 bashaq chiqargan har boshqida 100 dam tutgan bir damga o'xshaydi. Allah xohlagan bandasiga hassilab savob beradi. Allahning marhamati cheklik emas, kengdir. Allah mal sarf qilguvchining niyatini bilguchidir. Pul milni Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Yaxshi so'z va kechirish keyin aziyat yetkazadigan sadiqadan afzaldir. Allah bandalarning sadiqasidan behojatdir. Halimdir, ya'ni amirga xiloflik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Ey mo'minlar, pul milini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganga o'xshash berga sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Bundaq pul milini boshqalarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan odam xuddi ustiga to'pachang qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yulib burunqidek bo'lib qolgan siliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Allah kafir qavmini hidoyat qilmaydi. Mallarni Allohning roziligini tilash va nafslarni sadiqa ihsoniga odatlantirish yuzidan sarf qildiganlar egizlikka joylashgan qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa, mevasi 2 hassa ko'p bo'ldigan qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa, shabnam bilanmi qanadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin, meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayr saxovatlik odam mili ko'p bo'lsa, ko'pga yarasha, oz bo'lsa, ozga yarasha beradi. Allah qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Aranglarda kimmo yoqtirsinki, uning xurmaliq uzumlik ostidan eriqlar yiqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir beg'i bo'lsin, uning o'zi qirib qolgan, ballari ushshaq bo'lib, bu bog' o't ilib kelgan bir qora bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'yinishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarni shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milni riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turg'liq yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar erishgan narsalarning va biz sizlarga zimindan chiqarib bergan narsalar, ya'ni oshliqlar, mevalarning yaxshilaridan sadiqa qilinglar. O'zinglarmi faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Alloh bundaq sadiqanglardan behojatdir, hamdiga loyiqdir. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi
yaman ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakot bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. Hikmatni, ya'ni yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandasiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pandi nasihat oladi. Nimani xayr ehson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nimani va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turadi. Zalimlar, ya'ni zakotni man'iy qilguvchilar yoki pul milini gunoh ishlarga sarf qilguvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. Sadiqani oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kaforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Ey Muhammad, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Milinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, u o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayr ehson qilasizlar. Ya'ni xayr ehsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Milinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amallaringlarning savobi kamaytilmaydi. O'zini Alloh yo'liga otgan, tirikchilik qilish uchun yiroq joylarga bora olmaydigan yo'qsullarga xayr ehson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilmaganliklariga qarab ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan. Ular kishilarga chaplashib olib, tilanchilik qilmaydi. Milinglardan nimani xayr ehson qilmanglar, Allah haqiqatan uni bilguchidir. Mallarni kecha kunduz, ya'ni hamma vaqt yushurun va oshkora yuzida xayr ehson qildiganlar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Jazoni o'sin yegan odamlar qiyomat kuni go'rlardan jin chetilib qolgan sarang odamlarda qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash jazoni nimishqa harom bo'ldi dedi. Allah savdo setiqni halol qildi. Jazoni badalsiz bo'lganligi shaxsga va jamiyatga ziyonli bo'lganligi uchun harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazoni man'iy qilmagandan keyin uningdan yansa burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshirildi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechirdi, xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoldi. Allah jazonining barakatini ushtiriydi. Sadiqning barakatini ziyoda qiladi. Allah har bir nashkur, ya'ni jazonini halol sanag'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan va zakot bergan kishilar Parvardigorning dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularda oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ey iymon etgan kishilar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmisida qilib qolgan jazoni, ya'ni o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarning ziyon tortqizmaysizlar, o'zinglarmi ziyon tortmaysizlar. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilanguncha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oldigan qarzni uningga sadiqa qilib berib yetinglar.
Onunğa sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmo yaxshidir. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalning natijasini to'liq ko'rdi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Ey mo'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yozib qo'yinglar. Aranglardagi xat bildigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat bildigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'riliq bilan yozishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmizda boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzlar Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kamaytirmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bakmi qiyri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, g'achiligi, kekashligi tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'lgan kishilardan bir er 2 ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytarish vaqti bilan qo'shib yozishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligi eng isbotlovchidir. Gumonlanmasliklarga eng yaqindir. Lekin aranglarda qilishgan qo'lma-qo'l sodida hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'zaro savdo qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Kuchukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lsizlar. Allohning amriga va nahiysiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi. Ya'ni sizlarga ikkala dunyoda foydali bo'lgan ilmini o'rgatadi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yozolmaydigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjatni yozib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishonib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishonib uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtda qaytarsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Guvohlikni yushirmanglar. Kimki uni yushirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarning tamoman bilguchidir. Osmonlardagi, zimindagi shaylar igdorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkidir. Bilinglarki, yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yushiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmo iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz, oxiri yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Alloh hech kimni taqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zgudir, yomonligining jazosi o'zgudir. Ular Parvardigorimiz, agar biz unutsak yoki xatolasak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizning jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz,
bizden ilgirkilerge yükliginingge o'xshash bizga ig'ir yük yüklemegin. Yani bizni qiyin ishlarga teklif qilmagan. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan, bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgan, bizga rahim qilgan, sen bizning igimizsan, kafir qavmiga qarshi bizga yordam bergin deydi. 3-sura Al-Imron. Madinada nozil bo'lgan 200 oyat. Nahayati shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir. Maxluqotni idora qilib turg'uchidir. Ey Muhammad, o'zdan ilgirki kitoblarni tasdiq qilguvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Alloh sana nozil qildi. Ilgari kishilarga yo'l ko'rsatuvchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Haq bilan botilni ayirg'uvchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Alloh g'olibdir, yomonlarni jazolg'uchidir. Shubhisizki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bechidallarda, ya'ni onanglarning qo'rqitidagi chig'inlarda o'zi xohlagan shaklga kirgizdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey Muhammad, u Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'si ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'si muayyan emas oyatlar bordir. Dillarda agarlik bor. Ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga erishadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundirdi. Bundaq oyatlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqanlar aytadi. Uningga ishondik, hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan, buni faqat aql egillarlar tushunadi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib o'tmagin, bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki sen bandlaringga atalarni bekmo beg'ishlag'uchisan. Parvardigorimiz shubhisizki kelishi cheksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob ilingan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Kafirlarning mollari, bollari Allohning azobi oldida haqiqatan hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxning yiqilg'usidir. Bu kuffarlarning holi fir'avn tavallarning va ulardan ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi. Allohning jazosi qattiqdir. Ey Muhammad, kafirlarga aytdingki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plinsizlar. Jahannam nim degan yomon to'shak. Ey Yahudiylar jamoasi, Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Ya'ni biri musulmonlarning sonini o'zlaridek 2 barobar o'q-o'chiq kirgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Alloh kafirlarni qo'rqinch silish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Alloh olgan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Ey Muhammad, qavmingga aytdingki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu-zinnatlari va ne'matlardanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigorning huzuriga ostidan o'stonglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftilar bor. Taqvodorlar uchun, ya'ni Allohning rizosi bor.
Allah bəndlərini, yəni onlarının həmmə işlərini görüb durğucudur. Ular, yəni taqvadarlar, Pərverdigarimiz, biz şübhəsiz iman etdik, bizning günahlarimizni mağfirat qilgin, bizni dozaq azobidan saqlagin deydi. Ular, yəni taqvadarlar, sabr qilguchilardir, rostchillardir, Allah'a itaat qilguchilardir, yaxshilik yo'llarga pul mollarini sarf qilguchilardir va saharlarda istig'for etguchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmu, ilm ahillarmu shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasoralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqiqatini, Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini ro'shan ta'kidlar orqali bilib turib, ko'rmaslikdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qildigan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olguchidir. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, menga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga va ummiylarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandilarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turguchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nohaq o'ldiradiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ldiradiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergin. Ana shularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qiluvchi yo'qdir. Kitobdan nasiba berilganlar, ya'ni Yahudiylarning ulamolarini ko'rmadingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rguchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. Bu ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtla ko'tardi. Deganliklari va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarning o'zlarini oldiganligi uchundir. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobini kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan ey Alloh, xalqan odamga podshohlikni bersan, xalqan odamdan podshohlikni tortib olasan, xalqan odamni aziz qilasan, xalqan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obi ma'nidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obi ma'nini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. O'zing xolgan kishiga hisobsiz rizq bersan. Mo'minlar mo'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutmasin. Kimki shunday qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisholmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir.
Aytqinki, dininglardikini mayli yushiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah uni bilib turdi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turdi. Allah har narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarni ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarning orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishni orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'rsa, Allah kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlarga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. Allah haqiqatan Odamni, Nuhni, Ibrohim avlodini, Imron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida Imronning ayoli aytdi: "Parvardigorim, men qo'rqimdiki farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilmagan holda cho'qim sening xizmatingga otadim. Bu nazarimni qabul qilgan, sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan, niyatimni bilib turg'uchisan." U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilmagan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. Imronning ayoli aytdiki: "Men uni Maryam atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kepil qildi." Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qatim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemak uchratdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "Bu Alloh tarafidan keldi" deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla hisobsiz rizq beradi. Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chog'da, Zakariya Parvardigorga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgan, haqiqatan duoni eshitibsan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qilguvchi Sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berildi" deb nido qildi. "O Parvardigorim, men qiyirib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar: "Allah shuningdek xohlaganini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. "O Parvardigorim, menga ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishona ato qilgan" dedi. Allah: "Sana bo'ladigan nishona shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan, ya'ni zikr, tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi, faqat ishoratla qilsan. Nimatimga shukr qilish yusidan Parvardigoringni ko'p yod et, kechda at deganda tasbih ayt" dedi. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni butun ayollar ichidan tanladi, seni pok qildi, seni butun jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlaridandir." Maryamni ularning qaysi tarbiyasiga elish masalasida chek tashlash yuzidan qalamlarni suvga tashlagan chog'da sen ularning yonida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini
o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yonida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Alloh sana otining vositasiz Allohning bir kalimasidan turalgan bir buvoq bilan xush xabar berdi-ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'li va Allohga yaqinlardan bo'ladi. U beshikdimi, ya'ni buvoqliq chig'idimi, o'ttira yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam, qandoq bolam bo'ladi?" dedi. Farishta Alloh xohlaganini shundoq yaratdi, ya'ni ota-ona orqaliqmi va uningsizmi yaratdi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi dedi. Alloh uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishini, Tavratni, Injilni o'rgatdi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatdi. U deydi: "Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklida bir narsa yasayman. Andin uningga kuylayman-da, Allohning izni bilan u qush bo'ladi. Tug'ma ko'rni baras kesilni saqaytiman. Allohning izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemaklardan xabar berman. Ya'ni sizlarning yushirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil ilib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa ularni, ya'ni Yahudiylardan kufrda cho'ng turib uni o'ltirish niyati kelganlikni so'zgan chog'da Alloh uchun Allohga da'vat qilish yo'lida menga kimlar yordam berdi dedi. Havoriylar, ya'ni uning tavallaridan haqiqiy mo'minlar aytdi: "Alloh uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik. Guvoh bo'lganki, biz payg'ambarligingga bo'ysunuvchilarmiz. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik, payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin." Ular mikr ishlatdi, ya'ni Isa alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'ldi. Alloh ularning mikrini barbod qildi. Isa alayhissalomni qutqizib osmonga ilib chiqib ketdi. Alloh mikr qilguvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Alloh aytdi: "Ey Isa, men seni ajling yetganda qabz ruh qilaman. Seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga ilib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman, ya'ni seni o'ltirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Andin mening dargohimga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Isoning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. Kofirlarga bo'lsa dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ularga ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi." Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Alloh ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? Ey Muhammad, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Shubhisizki, Allohning nazarida Isoning misoli u atsiz yaratilganlikdan Odamning, ya'ni Odam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Andin uningga vujudga keldi deb, u vujudga keldi.
İsa'nın işi Adem'nin işidən əcəblinərlik emas. İsa haqqındakı bu söz Allah tərəfindən nazil bolğan həqiqətdir. Sən şək qılğuculardan bolmağın. Sən İsa toğırlıq həqiqi məlumatqa ega bolğanыңdan keyin kimlərki sən bilən münazirləşsə, sən onlarga kelinglar, oğullarımızı və oğullarınlarını, ayollarımızı və ayollaringlarni, özlərimizni və özləringlarni yığıb Allah'ın lənəti yalğancılarga bolsun deb Allah'a yalvarıb dua qılaylı deyin. Şübhəsiz ki bu əlbəttə rast qısıdır. Bir Allah'tan başqa heç ilah yoxdur. Allah həqiqətən qalibdir. Hikmət bilən iş qılğucudur. Əgər ular imandan yüz örsə, ular buzğunçılardır. Şübhəsiz ki Allah buzğunçılarını bilib durdu. Ey əhli kitab, yəni Yahudiler və Nasaralar faqat Allah'a ibadet qilish, Allah'a heç nərsini şerik keltirməslik, Allah'ni qoyub bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidəyə amal qilayli deyin. Agar ular yüz örsə, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudiler və Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudiler və Nasaralar nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlasizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tavrat bilan İncil İbrahimdan keyin nazil bo'ldi. Sözünlərinin asassız ekanligini tushunmaysizlar. Ey Yahudiler və Nasaralar jamoasi, sizlar shundoq kishilarsizlarki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim və onun dini ustida nimishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizlar bilmaysizlar danglar. İbrahim Yahudimu emas, Nasaramu emas, və lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah müminlərinin mədədkarıdır. Əhli kitabdan bir türküm kişilər sizlərni azdırışını ümid qılıdı. Ular faqat özlərini azdırdı. Bunun vabali ularga həsləb azab qılınış bilən özlərgə qaytıdı. Lekin ular bunu tuymaydı. Ey əhli kitab, Allah'ın ayətlərini, yəni Muhammed aleyhisselamga nazil qılınğan Qur'anның haqiqini bilib turib nimishqa inkar qılısızlar? Ey ahli kitob, nima uchun haqni batilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhissalomning kitoblaringlardagi sifatini yushirsizlar? Ahli kitobdan bir turkumi mo'minlarga nazil qilingan vahiyga atiganda iymon etdinglar. Kechqurunliqi yenilinglar. Shunday qilsanglar, ular iymondan qaytish mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlarga ishoninglar, dedi. Ey Muhammed, aytdinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar bir-biriga aytdi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishdan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishdan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pok bo'ladi. Ey Muhammad, aytdinki, fazil karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Allah rahmetini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazli egasidir. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytarib beradi.
Ulardan yani ba'zi kishilarmi borki, uningda 1 dinar amonat qo'ysami, uning beshida turmog'icha, ya'ni qayta suylamigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummiylarning miliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'on to'qiydi. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Alloh do'st tutgan kishilardir. Chunki Alloh taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. Allohga bergan ahdni va qasamlarni ozg'ina badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibaga erisholmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. Ulardan, ya'ni Yahudilardan bir turkini kitobda bo'lmagan narsalarni sizlarning kitobda bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agri-bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Alloh biror insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib menga banda bo'linglar deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan bunday gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rgatganliklar, o'qiganliklar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni rad qilishiga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lguninglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurmadi. O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahda ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi? dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan birga guvoh bo'lguvchilardandurman dedi. Kimki shuningdan keyin yuz o'rsa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ular ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohning dinidan, ya'ni islom dinidan boshqa dinni tilamdi. Halbuki osmonlardagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytarildi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohga iymon etdik, bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilganga, ya'ni Tavratga, Isoga berilganga, ya'ni Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydi ekan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Iymon etgandan, payg'ambarning haq ekanligiga shohid bo'lgandan va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yengiltilmaydi, kechiktirilmaydi. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mundaqlarga mag'firat qilguvchidir va mehribondir. Shubhisizki,
iymon etgandan keyin kafir bo'lganlar, andin kufrni texmo oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ana shular gumrohlardir. Shubhisizki, kafir bo'lib tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qattiq azobga qoladi. Ularga ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi.